Hozir sizlarga oddiygina qora qalam hikoyachasini aytib bermoqchiman. U yozishni xohlaydi. Oppoq qog'ozlarga o'zining qalbidagi kechinmalarni yozishni xohlaydi va shu yo'l orqali insonlarga qanchadir kichkina miqdorda bo'lsa ham manfaat va yaxshilik ulashishni xohlaydi va bu narsani o'zining missiyasi deb biladi. Ammo qalam chiqarg'ich degan narsa ham bor va u ana o'sha qora qalamni doimiy o'zining charxidan o'tkazib turadi va doimiy qora qalamni joniga azob berib bo'lsa-da, o'zining tegirmonidan o'tkazib turishi shart va uning missiyasi aynan mana shu. Qora qalam qanchalik qalam chiqarg'ichdan qochishga urinmasin, baribir doim uning charxidan o'tib turadi. Qalam chiqarg'ichning bu harakatlari bilan qora qalam oldingidan ham o'tkirroq, oldingidan ham charxliroq va oldingidan zo'rroq bo'ladi-yu, ammo tanasining yarmi pista po'choqqa aylanadi. Qora qalam qanchalik o'tkirlashgani sayin umri ham shunchalik qisqarib boraveradi. Qora qalam endi faqatgina bir narsani xohlaydi. Shu qisqa umri davomida o'zidan yaxshilik va yaxshi nom qoldirish. Nima bo'lgan taqdirda ham u doim shukr hissi bilan yashaydi. Qalam chiqarg'ich bo'lib emas, qalam bo'lib dunyoga kelganiga. Qalam chiqarilaverib tugab qolishi mumkin, ammo uning yozganlari abadiy qoladi.